Amerikada odamlar elektr uchun umuman pul to'lamasligini juda oddiy usulini topishgan desam ishonasizmi? Amerikaliklar uy tomiga kichik teshik qilishadi va ustidan shishadan yasalgan shaffof shar o'rnatishadi. Bu qurilma quyosh turbasi deb ataladi. Uning vazifasi quyosh nurlarini yig'ib, uy ichiga yorug'lik sifatida yetkazish. O'rnatilgandan keyin hatto eng qorong'u xona ham bir zumda yorug'lashadi. Bu ayniqsa katta oynalari yo'q uylar yoki soya tomonga qaragan xonalar uchun juda kerak. Shar har tarafdan kelgan yorug'likni yig'adi va fokuslaydi. So'ngra u metal qoplamali maxsus turbaga uzatadi. U turbaning ichki yuzasi 99% qaytarish konfensetiga ega bo'lgan materiallar bilan qoplangan. Shuning uchun nur qayta atrajeniya bo'lib, xonagacha yetib boradi. Turbaning ichki qismida esa rasevator bor. U yorug'likni xonaga bir tekisda tarqatadi. Bu yoritish tizimi elektr ishlamaydigan va kunduzgi vaqtda xonani doim yorug' qilib turadi. Tunchi nima bo'ladi deb so'raysizmi? U ham o'ylab qo'yilgan. Ichiga o'rnatilgan kichkina quyosh panellari kunduzi nur to'plab, kechasi yorug'lik beradi. Endi savol, siz ham uyingizga shunday quyosh yoritish tizimini o'rnatgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.